Gitti. Karaber. Gitti. Hemen gitti yine. Şartı bu arada. Oo geldi. Kaynar su geldi. Soğuğa gel. Biram endi qishni kuni giymaymiz ha. Bir futbolkada yuraydim bo'ldi bu. Assalomu alaykum minnatdoshlar. Xudo xolasa yana bir joyimizni atab yanasini bitirdik. Bu joyimiz Bo'ston shahrida. Bu toza sanib turgan ipotekalarda. Rahat ağamız balası, Sherzod ağamız joyi, ichandagi ishlarimiz bilan tanishtiramiz. Xudo xolasa bu joyimizni standing kotel o'rnatib berdik. Euro sistema bo'ldi, kollektorli bo'ldi. Gittik ichandagi ishlarimiz bilan tanishtiramiz. Xudo xolasa. Yurtdoshlar, xo'jayinning reaksiyasini ko'ramiz. Sherzod aka, shatdi, qizming yo'qmi? Ay qarab etdingiz siz. Bo'lmadimi? Ha, parachilikmi? Biram endi qishni kuni giymaymiz ha. Bir futbolkada yuraydim bo'ldi bu. Chat tashladingmi? Qizib tashladingmi bu yerlarni? Men batarani o'zini aytmadim. Batarani o'zini qo'yib bering dedim. Siz chatdingda yana bu yoqlarni to'plab olam ishlab tashladimmi? Ha, endi chatga yurayman men bu yerda. Sen oyoqdan yursang qizib turadi. Voy bu davlatda kasal bo'lmasa o'g'ali. Bu hissada. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana xudo xolasa ukalarimiz bugun shu bizni uyni bitirdilar yana. Yo'q, sistema eng oxirgi hozirgi zamonaviy sistemada tortib chiqdilar. Hamma bu pol deyindan yubordilar shlankilarini. Bu taraf stechka bo'lgan tarafimizda esa to'klib olam ishaverdilar. Shu bir sistema bilan ham to'klib ol, ham batareyaga gap turibdi mana. Radiatorga gap turibdi-da. Ben zor çotki, gap yo'q yine. Aristotelardan qo'yib berdi. Bu yoqlar filtrlarni joylashtirdilar yine. Yomon emas, zo'r. Yine mebel qo'yadi yeri. Qarang, yurtdoshlar, qarang, ichib o'tdi. Ertaga oyoq azat yuraydim bo'ldi bu azat. Kiydan ham esa yuqoridan ham bir futbolkada yurayverasan. Qarang. Tualetimiz. Balyamiz o'zimiz. Balyada simsidir koyardı yerlerine. Hammasini ishlab berdi. Yine bir de endi pisuvardan. Ya pisuvar joydan ishlab berib ketdi. Endi shu kichkina 1,5 yet. Lekin hamma narsa o'rnashadimi bu. Kim mashinam, rakovinam, bosh pisuvar, dushni o'ziniki zo'r, ishlarga gap yo'q. Musor ishimiz ketdi-da. Sog'ayga. Yine do'stlar, qarang. Bu taqaratxona, yana tualet. Yine. Olasaydı. Bir ham zo'r, çok hissi oldu yine. Teyidan ham oyoqni teyidan ham yine aylantirib o'tiraverdilar. Bir ham foydasi deyapti, qizib turadi oyoqni teyin. Ham radiatorni. Bir de ikki ne qo'yamiz? Simisti. Shundan qo'yaversak, ikkida o'tirib endi yana lotok bo'lsa, olasiz stechkasini qo'yib cho'tga tutsam, bularni ustonib ketib berib ketadilar. Chiroylatib. Xudo xolasa. İşlerine gap yo'q, ustalarimizni aytaverasizlar, xizmatda, yerni xizmatida. Yanimiz beram bo'ladi. Yana bu radiator qo'ydirmoqimiz sababi erta islanib ketmasin deb, shuning uchun turbasini 1-2 aylantirib berdik, bo'ladi bu yerda. Islam bo'lmaydi, sovuq ham bo'lmaydi, bir xil pogoda bo'lib turadi. Tamam, ishlarga gap yo'q. Eng zo'r shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. İşlere gap yo'q. Yaptı. Rahmet sizlere ko'p. Sağ olun, salomat bo'ling. Hurmatli yurtdoshlar, aytaverasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'yadi uydan teyinda. Xudo xolasa, telefon etib, chaqirib. Pushaymon etmaysizlar, ishlatganingizga quvonasizlar. Quvontirdi bugun ukamlar. Rahmat hammasina. Ko'p. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.